Hamma narsaning o'z vaqti, soati va o'z sababi bor. Hayotni boricha qabul qil. Hamma narsa sodir bo'lishi kerak. Qo'rqma. Sen aynan bo'lishing kerak bo'lgan joydasan. Qalbing istagan narsaga erishish uchun sen ongingdan o'tayotgan narsani emas, balki o'zingga kerak bo'lgan narsani boshdan kechirasan. Tinchlan, sen kech qolmading. Juda erta ham emas. Yoshing nechida ekanligining farqi yo'q. Kimdan oldinda yoki orqada ekanligingni ham esla. Uning iroda va xohishsiz hatto bir dona yaproq ham qimirlamaydigan Alloh bor. O'z istaklaringdan xabardor bo'l va ularni o'zgartirishni o'rgan. Qanoat qilishni va shukr qilishni unutma. Shunda sen asl mo'jiza o'zing ekanligini ko'rasan. Sen mo'jizasan.